Hurmatli yurtdoshlar, joriy yilning 1-oktyabr kuni soat 11:00 da Mo'ynoq tumanining Madaniyat markazida O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy bo'limining Maqom san'atimiz gultoji deb nomlangan konsert dasturi bo'lib o'tadi. Konsert dasturida nafaqat maqom durdonalari, balki o'zbek va qoraqalpoq milliy estrada qo'shiqlari, shuningdek, yalla va lapallar ham ijro etiladi. Barchangizni konsert dasturiga lutfan taklif qilamiz.